Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, kabutarlar uchun chiroyli temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling, eng sara yangiliklarni kuzatib boring deb qolamiz. Qafasimiz balandligi 1.85, uzunligi 1.5 metr, eniga 1.30 ni o'z ichiga oladi. 25 dona gnezdo'lari bor, temirdan tayyorlangan qafasimiz. O'rtichkalari mana juda ham chiroyli holatda qurilgan qafasimiz. Uyalari mana 25 dona uyachalari mavjud. Eshiklari ham qulf kalitda ochiladi. Setkalari ham qalin setkadan qo'yilgan. Pollari ham bemalol odam chiqsa bemalol ko'taradigan darajada mustahkam qilib qurilgan. Mana uya ichlari ham keng holatda bo'lgan. Jami 50 nafar kabutarlar uchun mo'ljallangan qafasimiz. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz